Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, do'stlar. Kecha futbollarning haqiqiy chorak finalga mos o'yinlari bo'ldi. Arsenal Real Madrid o'yini dahshat bo'ldi. Kutilganidek Arsenal yirik hisobda yutdi. Endi nima deb o'ylaysizlar? Real comeback qila oladimi, yo'qmi? Mo'jiza ro'y bermasa endi Arsenal yutishi qiyin Real. Keyingi o'yinga keladigan bo'lsak, Inter Bavariya o'yinida hali hech narsa hal bo'lgani yo'q. Bitta to'p farqi bilan Inter g'alaba qozondi. Endi javob o'yini Interda bo'ladi, Milan shahrida. Va bugun bo'lib o'tadigan o'yinlarni taxmin qilishlaring mumkin. Bugun Parijda, Parc de France'da PSG Aston Villani qabul qiladi. Keyin Kataloniyada Barselona Borussia Dortmundni qabul qiladi. Nima deb o'ylasak, qaysi kamida net hisob yutadi. Shuni kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Bu ikki juftlikning o'rtasida favoritlari ma'lum. Bag'da PSG, bag'da Barselona. Qani ko'ramiz buni o'yin ko'rsatadi. O'yinni tomosha qilishni maslahat beraman sizlarga. Bugun ham kechagidan qolishmasligi aniq bo'ladi.